Mana azizlarim, bu erkaklar qo'l soati 20 gram 583 proba oltindan Leningrad zavodida 1970-1971 yillarda. Mexanizmi esa sirli metallardan yasalishi siferblatining ajurniyligi alohida ahamiyatga ega. Chunki xalq orasida tuxum nomini olgan soatning naqshli siferblati sanoqli tirajda chiqarilganligi va bu soatni SSRda eng og'ir soatlardan biri bo'lib hisoblanganligi, shuningdek Leonid Ilich Brejnev va Gorbachov taqqan soatlar turkumiga kirishi tarixiy ahamiyatga ega. Brasletining kengligi 3 cm, uzunligi esa 17 cm ni tashkil etib, soat bilan birga umumiy uzunligi 21,2 cm dan iborat. Mustahkamligi va ko'rkam soat braslet qo'lda nafaqat umringiz go'zal va baxtli o'tayotgan vaqtni, balki kelgusida moliyaviy investitsiya taqib yurganingizni ko'rsatadi azizlarim. Agarda sizlarga shu soat yoqqan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin azizlarim.